bir oy xamir ovqatlar va xamirdan tayyorlanadigan barcha mahsulotlardan cheklansangiz, tanangizda nimalar bo'ladi? Birinchi haftasida qorindagi shish va damlar keta boshlaydi. Chunki un tarkibidagi glutenni hamma inson ham yaxshi hazm qila olmaydi. Ikkinchi haftasiga kelib, qorin santimetrlari kichrayib, hattoki 3 kilogacha sog'lom vazn yo'qotishingiz ham mumkin. 3-haftasida esa insulin sezgirligi yaxshilanib, ishtaha pasayishi boshlaydi. 4-haftasida esa ichak faoliyati normaga kelib, tanadagi suyuqliklar chiqib ketadi. Lekin biz O'zbekistonda yashaganimiz uchun, o'zbek bo'lganimiz uchun xamir ovqatlardan butunlay voz kecha olmaymiz. Faqatgina uni balansga keltirib, ozishimiz mumkin bo'ladi. Men oliy ma'lumotli dietolog nutrisolog Xurshida Bonu Xurshidovna milliy taomlarni balansga keltirgan holatda ayollarimizga bir oyda 4 kilodan uzoq 10 kilogacha sog'lom vazn yo'qotishlarida yordam beryapman. Sizni shu kunlarda boshlanadigan ozish marafonimga taklif qilaman. Ozish marafonim haqida to'liqroq ma'lumotni olish uchun kommentariyada bir raqamini yozib qoldiring.